Tarbiya deb nimani aytadi? Alloh taolo tarbiya borasida nimalarni aytgan? Tarbiya borasida qanchalik muhimligini Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ygan. Birinchi surani birinchi oyatida aytgan Alloh taolo. Alhamdulillahi robbil alamin. Har namozda o'qiymiz. Har namozda o'qiymiz Fotiha surasini. O'sha Fotiha surasini birinchi oyatida Alloh taolo o'zini murabbiy deb tanishtiradi. Olamlarning Robbisi, olamlarning murabbiysi Allohga hamd bo'lsin deydi. Alloh o'shani o'zini murabbiy deb tanishtiradi. Tarbiya qiluvchi deb tanishtiradi. Murabbiy ekanligini har zamon esingizdan chiqmasin deb turib Alloh taolo har namozga buni joriy qilib qo'ygan. Tarbiya shunchalik muhim narsa. Olamlarni murabbiysi bo'lgan Alloh taoloning tarbiyasi qandoq edi? Quyosh o'z vaqtida chiqyapti, murabbiysi Alloh, vaqtida botyapti, murabbiysi Alloh, vaqtida shamol esyapti, murabbiysi Alloh, tuproq o'zi go'zal holatda o'sha urug'larni unib o'stiryapti, murabbiysi Alloh, suv o'z vaqtida o'sha ish vazifasini bajaryapti, murabbiysi Alloh. Murabbiysi Alloh bo'lgandan keyin biror narsa o'z izmidan o'zicha ish qilmayaptimi? Qilmaydi ham. Qilmaydi ham. Chunki uni murabbiysi Alloh, tarbiyachisi Alloh. O'sha yer zaminni qarang. Bir zaminda bir tomonda shundoq yerga tarvuz urug'ini ekyapti, shirin bo'lyapti. Qalampirni ekyapti, achchiq bo'lyapti. Sarimsoq piyozni ekyapti, badbo'y narsa chiqyapti. Qulupnay ekyapti, eng iforli narsa chiqyapti. Birortasi aralashib ketgan yo'q, chunki hammasini murabbiysi Alloh. Qulupnayga qulupnaylik qilishni kerakligini Alloh tarbiyasini bergan. Sarimsoq piyozga sarimsoq bo'lishligini Alloh tarbiyasini bergan. Hammasi o'zining ishini qilyapti. Allohga birorta bir zarrachada osiylik qilmayapti. Tarbiya nima degan ekan? Tarbiya Allohni tanib, Alloh aytgandek yashab, Allohning haddida turishlikni tarbiya deydi mana shuni. Biz bolalarimizga o'rgatishimiz kerak bo'lgan narsa nima edi desa, Allohni tanitib, Allohning chegarasini chizib bersak, o'sha tarbiya bo'ladi. O'sha tarbiya bo'ladi. Ey bolam, bu ishni qilmang, gunoh, Alloh norozi bo'ladi. Bolam, mana bu ishni hech qachon tark qilmang. Bu farz. Alloh qiyomatda so'raydi. Allohni agar bir farzand taniydigan bo'lsa, yomonni tark qiladi, yaxshini kasb qiladi, yomonligidan o'zini uzoqlashtiradi, yaxshilikka qadam bosadi. Shuni tarbiya deydi. Shuni tarbiya deydi. Birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ishimiz nima edi desa, Allohni tanitib qo'yaylik bolalarga. Farzandlarimiz Allohni tanib katta bo'lsin. Ana undan keyin biz xotirjam bo'laveraylik. Xotirjam bo'laveraylik. Tarbiya deb o'shani aytadi.